Mana bilasiz, odamlar birinchi savol bo'ladi, qanday qilib ishga topshirsak bo'ladi. Mana Dubayga keldik. Birinchi ishimiz nima deydiganlarga mana o'zingizlar tajribalardan chiqib aytishinglarni xohlardim. Ya'ni sizga ko'pchilik har xil maslahat berdi, misol uchun, va shular qatorida men ham o'zimning maslahatimni berganman. Shulardan bittasi mana birinchi etapda qaysi holatda yurdinglar? Ya'ni offlayn yurishni tanladinglarmi yoki onlayn, ya'ni onlayn topshirdinglarmi? Faqat uyda yotib yoki yuribmi? Shu etapdan boshlaylik. Qanaqa bo'ldi? Men asosan ikki guruhga bo'ldim. Ya'ni onlayn apply qilish va do'konlarni o'ziga kirib HR emallarini, adreslarini olish. Biz ikkalasidan ham bitta vaqtda foydalandik. Ham do'konma-do'kon CV tarqatdik. Ikkinchisi HR emallarini oldik va uyga kelib onlayn apply qildik.